xotiram, diqqatim pasayib qolgan. Buni qanaqadir mashqlar bilan to'g'rilasa bo'ladimi? Albatta bor. Miyamizni ham xuddi tanamizdaqa mashq qildirib turishimiz kerak. Men sizga hozir o'sha kuniga 5 daqiqa bajariladigan mashqni o'rgataman. Birinchisi, ko'zingizni yumib 1 daqiqa davomida faqat nafasingizga diqqat qilasiz va bu miyani shovqindan tozalaydi. Ikkinchi mashq bu bugungi kunni teskari tartibda eslash. Ya'ni masalan ertalab turdingiz, choy ichdingiz, ishga bordingiz, uy yumushlarini qildingiz, kechqurun ovqat misol uchun yoki boshqa yumushlar, uxlashga yotasiz. Shuni nabarotiga eslanadi. Kechqurungi uyqudan o'sha ovqatlandingiz, ujin qildingiz yoki ishlaringizni qildingiz, shu ertalabki uyg'onguningizcha bo'lgan tartibda teskarida eslaysiz. Bu ko'proq gipokampni faollashtiradi. Uchinchi mashq yozish. Ya'ni ko'proq yozib, ko'proq chizish yoki rasm chizasiz yoki o'sha oddiy nima deydi, xatmi nimadir yozasiz. Bu o'sha miyani ko'p qismini ishlashga yordam beradi. To'rtinchisi, shu 30 soniya faqat tinglashga harakat qiling, ya'ni atrofdagi ovozlarni ajratishga harakat qiling va bu o'sha diqqatni mustahkamlashga yordam beradi. Miyamiz ham o'zi xuddi mushakka o'xshaydi, uni har doim shug'ullantirib turishimiz kerak. Hozir aytib o'tgan mashqlarimni muntazam ravishda har kuni 5 daqiqa vaqt ajratib bajarishga harakat qiling. O'zingizda o'sha diqqat, xotirani yaxshilanganini guvohi bo'lasiz.